qurgan uyingizni sifatini bilmoqchi bo'lsangiz, mana bu uy bilan bitta solishtirib ko'ring. Qarang, jonivar 3 ta turbada turibdi-da, masalan. Yana nimalarni ko'ryapsiz? Voy. Xavotir olgan bo'lsangiz, mana shu uy bilan solishtiring. Men kelganda reklamaga ko'rdim. Hop, Mirobod tumani, Furqat bog'i, bu yoq tarafi Amerikanskiy shkola. Bu yerda 3 ta uy ketma-ket sotilayotgan ekan. 13 metrdan har bittasini fasati bo'l, mana o'tyapman. 13 metrdan fasati, ichkariga qarab 28. Olasangiz bittada 3 ta olib turib, mana bunaqa katta klinikaga arendaga qo'yishga joy qilib qo'ying, bir narsalar qiling. Xullas, hozir narxlari bilan tanishtirib beraman. Furqat bog'i bilan Amerikanskiy shkolani bog'lab turuvchi Talimarjon ko'chasi, Fitrat mahallasi. Xonadonlarni ko'ryapsizlar, yashash uchun ham sharoitlari juda chiroyli. Mana shu uydan boshlanar ekan. Bu yog'iga 13 metrdan 3 ta uy bittada sotilayotgan ekan. Mana bu Omega Glaznoy klinika. Xullas, Mirobod tumanidamiz. Narxini har bittasini 300 mingdan deyishyapti. Yana kelishtirib beradigan joyligi bor. Yaxshilab gaplashib bo'lib, kelib, ko'rib, kelishtirib so'rab ko'rasizlar. Pastdagilarning raqamlarini qoldirib ketamiz. O'zingiz ham qiziqgan savollarga murojaat qilasizlar. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.